Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston uchun korxona buxgalteriyasi dasturining 1S uchun nashri foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi xizmat safarini aks ettirish, ya'ni komandirovka organizatsiya. Xizmat safariga bog'liq hujjatlarni yaratish uchun birinchi navbatda Zarplati kadr menyusidagi komandirovki bo'limiga kiriladi. So'ngra Sozdat tugmasini bosamiz va birinma-ketin ushbu bo'sh maydonlar to'ldiriladi. Birinchi navbatda bir nechta tashkilotdan iborat bo'lsa, asosiy tashkilot tanlab olinadi. So'ngra nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Buni xohlasak qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin. Agar biz bir nechta ishchi xodimni komandirovkasi, ya'ni xizmat safarini ko'rsatmoqchi bo'lsak, na spisk сотрудников bandida yorliq o'rnatiladi. So'ngra pastidan добавить tugmasi bosib, har bitta ishchi xodim bo'yicha ma'lumotlar kiritib boriladi. Asosan kiritilishi kerak bo'lgan, shart bo'lgan maydonlar quyidagi qizil bilan belgilanib qo'yilgan. Ushbu maydonlarni to'ldirish majburiy, qolgan maydonlarni to'ldirish esa asosan pechatni, ya'ni bosma varianti uchun kerak bo'ladi. So'ngra prikaz nomeri, strana назначения, organizatsiya назначения va основаниялari kiritiladi. So'ng pastdagi сотрудник qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli ishchi xodimni tanlab qo'yamiz. Tabel nomer o'zi avtomatik ravishda chiqadi сотрудникni tanlaganimizdan so'ng. Pastki maydonda ishchi xodimning necha kun komandirovkaga, ya'ni xizmat safariga chiqayotgani aks ettiriladi. Deylik 01.05.2023 dan 10.05.2023 gacha. Va pastda maqsad yoziladi, keyin ya'ni moliyalashtiruvchi manba ko'rsatiladi va quyidagi rukovodитель bandi tanlab qo'yiladi. Должность qismida ishchi xodimning lavozimi ko'rsatiladi. Kommentariya qismida qanaqadir izohlarimiz bo'lsa, yozib qoldirishimiz mumkin. Barcha ma'lumotlar to'ldirgandan so'ng zapisat, провести tugmalari bosiladi. Agar bizga bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, pechat tugmasini bosib, quyidagi shakllarda bosma variantini qog'ozga chop eta olishimiz mumkin. Debit kredit tugmasini bosish orqali quyidagi tabelda aks ettiriladigan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 1-maydan 10-maygacha va ushbu maydonda ko'rsatilgan muddatlar tabel yaratganimizda o'zi avtomatik ravishda ko'rinadi. Endi keyingi operatsiya turimizga o'tamiz. Buning uchun bankiy kassa menyusidagi bankskiy vipiski bo'limiga kiriladi. So'ngra списание tugmasi bosiladi. Va video operatsiya qismidan показать все tugmasini bosib, перечисление по отчетному лицу operatsiya turi tanlab olinadi. Bu operatsiya turini tanlashdan maqsad xizmat safariga chiqayotgan ishchi xodim uchun bank hisob raqamidan pul chiqariladi. Ushbu operatsiya turini tanlaganimizdan so'ng maydonimiz quyidagi shaklga o'zgaradi. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana qismi esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Xohlasak buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Shot uchota qismida показать все tugmasini bosamiz. Ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli buxgalteriya shotini tanlab qo'yishimiz mumkin. Hadashi nomerda hujjat nomeri yoziladi. Hadashi datada esa hujjat sanasi yozib qo'yiladi. Bank shot qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli bank hisob raqamini tanlab qo'yishimiz mumkin. Подразделение qismida o'zimizga kerakli bo'lgan подразделениeni tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. So'ngra получатель qismida komandirovkaga, ya'ni xizmat safariga chiqayotgan ishchimizni ko'rsatib qo'yamiz. Summa qismida qancha pul chiqarayotgan bo'lsak, o'sha pul miqdori ko'rsatiladi. Shot debit qismida 42.20 o'zi avtomatik ravishda chiqadi, ya'ni avans введения персонал на службе командировки. Agar xohlasak quyidagi boshqa shotlarga o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Shot расчетов qismida quyidagi qarzdorlik shoti bo'ladi. So'ngra pastida назначение платежа to'ldiriladi. Qanaqadir izohlarimiz bo'lsa, izohlar qismida yozib qoldiriladi. Ввести платежный поручение bosish orqali платежный поручениyalarni yaratib olishimiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni kiritganimizdan so'ng zapisat, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagi buxgalteriya provodkalari aks etadi. Endi keyingi operatsiyamizga o'tamiz. Buning uchun bankiy kassa menyusidagi avansiy отчет bo'limiga kiriladi. So'ngra Sozdat tugmasini bosamiz. Birin-ketin ushbu bo'sh maydonlarni to'ldirib chiqamiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Xohlasak buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Подразделение qismida o'zimizga kerakli podrazdelenieni tanlab qo'yishimiz mumkin. Подотчетный лицо qismida hisobdor shaxs tanlab qo'yiladi. So'ngra NDS va summa giperhavolasini ustiga bossak, quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada xohlasak tip senni tanlab qo'yishimiz mumkin. NDS qismida esa NDS va summa, NDS sverxu, ya'ni NDS va summada jami summaning ichida qo'shilgan qiymat solig'i ham bo'ladi. NDS sverxuda esa qo'shilgan qiymat solig'i alohida ajratib ko'rsatiladi. Agar qo'shilgan qiymat solig'i zachotga, ya'ni hisobga olinmasa yoki tashkilot qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lmasa, NDS выключать ve stoimizga yorliq o'rnatiladi. Agar hisob-kitob turimiz ishchi xodim bilan valyutada bo'ladigan bo'lsa, quyidagi valyuta turlaridan biri tanlab qo'yiladi. Quyidagi ne отражать в реестре NDS ga yorliq qo'yish orqali qo'shilgan qiymat solig'i hisobotida ushbu hujjatimiz aks etmaydi.
So'ngra avans maydonida добавить tugmasini bosamiz va quyidagi 3 nuqtani bossak, quyidagi tipdagi ma'lumotlar kelib chiqadi. Spисание расчетный shtat tugmasini bosamiz. So'ngra hozir yaratgan hujjatimizni tanlab qo'yishimiz mumkin. Va avans maydonida bizga quyidagi ko'rinishda ko'rinadi. So'ngra Prochi maydoniga o'tamiz, добавить tugmasini bosamiz. Quyidagi qizil maydonlar to'ldirilishi kerak bo'lgan, shart bo'lgan maydonlar hisoblanadi. Qolgan maydonlar esa majburiy maydon hisoblanmaydi. Dokument расхода maydonida hujjat turi, hujjat nomeri va hujjat sanasi qo'yiladi. Nomenklatura qismida esa tovar va xizmatlar ma'lumoti kiritiladi. Summa qismida summamizni yozamiz va NDS qismida NDS foizi yoziladi va quyida passaj ko'rsatiladi. Agar biz hisob varaq fakturani, ya'ni shot fakturani rasmiylashtirmoqchi bo'lsak, quyidagi bo'sh katakchaga yorliq o'rnatamiz. Va ushbu qizil maydonlar to'ldiriladi. Agar chek orqali bo'ladigan bo'lsa, chek maydonida yorliq o'rnatamiz va quyidagi qizil maydonlar to'ldiriladi. Chek sanasi, pastda chek nomeri. Shot qismida xarajat shotini ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Va subkonta qismi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Agar xohlasak, buni показать tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan boshqa daromad yoki xarajatlar o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Va quyidagi shot va subkontalar ham buxgalteriya hisobi ham soliq hisobida aks ettiriladi. Shot NDS qismida o'z avtomatik ravishda qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish shoti chiqadi. Agar hisobdor shaxs berilgan normadan ko'p xarajat qilgan bo'lsa, alohida band qo'shilib, o'sha xarajat miqdori summasi yoziladi. Quyida summa qismida summasi yoziladi. NDS stavka shot satrati tanlanadi va вменить доход, ya'ni daromad sifatida hisobga olish bandida yorliq o'rnatiladi. So'ngra вид начисления qismida sverхнормативный командировочный начисления turi yaratiladi. Показать все tugmasini bosib, sazzatni bosamiz. Облагается вид доход qismida esa показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli band tanlab qo'yiladi. So'ngra вменить доход bandida yorliq o'rnatiladi. Настройка расчета qismiga o'tamiz va способ расчет фиксированный summada bo'ladi. Записать, закрыть. Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng pastdagi приложение va kommentariya qismida qanaqadir izohlarimiz bo'lsa, o'shalarni yozib qoldirishimiz mumkin. So'ngra записать, провести tugmasini bosamiz. Debit kredit tugmasini bossak, bizga quyidagicha buxgalteriya provodkalari aks etadi. Agar bizga bosim varianti kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi pechat tugmasini bosamiz va quyidagi farqli turdagi bosim variantlar bizga ko'rinadi. So'ngra ushbu maydondan chiqamiz va avansiy отчет hujjatlar ro'yxatida ushbu hujjatimiz ko'rinadi. Komandirovka uchun, ya'ni xizmat safari uchun to'lovni Vedimiz orqali to'lash imkoniyati ham mavjud. Buning uchun Zarplati kadr menyusidagi Vedimiz bankga kiramiz. So'ngra Vedimiz Nasho Saturnikov yuqoridagi vyplata qismida komandirovочный bandini tanlab olamiz. So'ngra nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Sana qismi esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin. Подразделение qismida o'zimizga kerakli bo'lgan подразделениeni tanlashimiz mumkin. So'ngra добавить tugmasini bosamiz va o'zimizga kerakli ish xodimini tanlab olishimiz mumkin. Va vyplata qismida qancha miqdordagi mablag' chiqarayotgan bo'lsak, o'shancha summa yozib qo'yiladi. So'ngra pastdagi kommentariya qismida qanaqadir izohlarimiz bo'lsa, o'sha izohlarimizni yozib qoldirishimiz mumkin. So'ng pastdagi vyplata qismida оплатить ведомость ustiga bossak, quyidagi har bir ishchi bo'yicha va ведомость bo'yicha to'lash imkoniyati mavjud. Biz ведомость bo'yicha to'laymiz. So'ngra bizga ushbu giperhavla ko'rinadi. Ushbu giperhavlaning ustiga bosish orqali quyidagi bank operatsiyasiga o'tishimiz mumkin.